Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, hurmatli abituriyentlar, hurmatli ota-onalar. Demak, bugun biz navbatdagi darsimiz. Bu darsimizda biz g'azallar haqida batafsil gaplashamiz. Mumtoz adabiyotdagi eng asosiy bizni qiynaydigan narsa bu g'azallardan tushadigan savollarning tiplari va ularni testlarni ishlash texnologiyalari haqida gaplashamiz. Endi bizda g'azallar qanday holatda tushadi, g'azallarni tushadigan testlarni ishlashni oson yo'llari, ularni ichidagi san'atlarning mohiyati, san'atlarni g'azallarni ma'nolarni topishdagi yo'li yoki o'rni desak bo'laveradi. Bularda hammasi haqida batafsil gaplashamiz bugungi darsimizda. Ko'radigan bo'lsangiz, siz oson g'azalni ham, qiyin g'azalni ham birdaniga tahlil qilish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Men sizlar bilan Abdufattayev Abdusaid. Agar bizni YouTube platformasida ko'radigan bo'lsangiz, YouTube ijtimoiy tarmog'ida ko'radigan bo'lsangiz, описаниеga telefon nomer, Telegram manzillarimizni yozib qo'yamiz. Onlayn va offlayn kurslarimizga yozilmoqchi bo'lganlar bemalol bog'lanishlari mumkin. Va Telegram kanalimizga biz milliy sertifikat ona tili adabiyotdan har xil ma'lumotlarni tashlab qo'yamiz. Essay namunalarini Essay Telegram kanalimizga tashlaymiz. Bemalol kirib ma'lumotlarga ega bo'lsanglar bo'laveradi. Agar bizni Telegram kanalida kuzatayotgan bo'lsangiz, Telegramda bemalol YouTube kanalimizdagi darslarimizni hamma mundarijasi tashlab beriladi kanallarga. O'zingizni qiynagan barcha savollarga menimcha javob topa olasiz. Demak, bugungi darsimizni boshladik. Oldin ham bu mavzu haqida gaplashganmiz. Ko'pchilik ustozlarimizning iltimosiga ko'ra bu mavzuni yana qaytarib o'tmoqchimiz. Endi Telegram kanalimizdagilarga hozir har bitta savolga biz javob bera olmaymiz. Darsning so'ngida javob beramiz. Qiziqtirayotgan savollarga darsni oxirigacha ko'ring va darsimizda o'zingizga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni oling. Qo'pol qilib aytadigan bo'lsak, daftar bilan ruchkani joy-joyiga qo'yib oling va boshladik biz. Birinchi o'rinda g'azallar o'zi nima? G'azallar o'zi nima? O'zi nima? U bizga nima uchun kerak? Bizda g'azallarimizda eng asosiy tushadigan narsalar, eng asosiy bildiriladigan fikrlar nimalardan iborat? G'azalimizda biz mumtoz adabiyot she'riy janr tizimi hisoblanadi va mumtoz adabiyotdagi g'azallarda biz eng asosiy qo'llaniladigan narsamiz bu yorti misoli hisoblanadi. Ya'ni aytadigan bo'lsak, tasavvufiy ishq asosiy rolni egallaydi. Demak, mumtoz adabiyotdagi g'azalda nima asosiy rolni egallaydi desak, tasavvufiy ishq. Xo'p, mumtoz adabiyotdagi g'azallar tizimida bizda shunday narsa bor. G'azalning tabdili. Ya'ni g'azalni tabdil deganda biz nimani tushunamiz? G'azalni tabdil deganda biz birinchi o'rinda g'azallarni moslashtirishni tushunamiz. Demak, g'azallarni moslashtirish. G'azallarni qanday moslashtiramiz? Qanday joy-joyiga qo'yamiz? Qanday o'rniga qo'yamiz? Bu yerda g'azallarni tabdil qilishimizda bizga kalit so'z vazifasini o'taydigan tushunchalar bor. Birinchi o'rinda g'azallarimiz esingizdan chiqmasin. G'azallarimiz lug'atlarda g'azallarimizdagi deylik, g'azallarimizdagi lug'atlar o'z o'rniga qo'yilishi kerak. Demak, g'azallarimizdagi lug'atlar o'z o'rniga qo'yilishi kerak. Aytaylik, lug'atlarni biz joy-joyiga qo'yib olganimizdan keyin g'azalni 10% dan oshig'ini tahlil qilib bo'ldik degan. Ya'ni 10% dan oshiqroq g'azal tahlil qilib bo'ldik. Lug'atlarni joy-joyiga qo'yasiz. Esingizdan chiqmasin, mumtoz adabiyotdan tushadigan savollarda hammasi lug'atlar o'z joyiga qo'yiladi. Va bu g'azallarimizda lug'atlar albatta beriladi. Ikkinchi masala, bizni mumtoz adabiyotdagi g'azallar siklida, g'azallar tabdilida inversiyani yo'qotib olamiz. Inversiyani yo'qotish kerak. Demak, g'azallar tarkibidagi inversiyani yo'qotish kerak. Inversiyani yo'qotmasak umuman bo'lmaydi. Inversiya nima degan savol tug'iladi. Inversiya bu gap bo'laklar tartibining buzilishi. Demak, inversiyani yo'qotish kerak desa, nimani yo'qotish kerak? Inversiya o'zi nima desa, hop, gap bo'laklar tartibining yo'qolishi.
Ya'ni gaplarni tartib-tartibga qo'yish. Xo'p, endi e'tibor bering. Uchinchisi. Mumtoz timsollarni yaxshi o'zlashtirish. Mumtoz timsollar degan narsa bor. Mumtoz timsollarni nima? Masalan aytadigan bo'lsak, Yoqub kelsa, Yusuf kelsa, Xizr alayhissalom kelsa, hop, Iso Masih kelsa, bu yerda yoki Farhod, Layla, Majnun kelsa, bularning nima ekanligini, qayerdan bilishimiz kerak ekanligini, barchasini bilib olishimiz kerak. Misol uchun aytadigan bo'lsak, Xizr alayhissalom bu yo'lboshchi sifatida gavdalantiriladi odamlarning ko'ziga. Demak, Xizr alayhissalom kelyaptimi? Bu yerda g'azalimizni ma'nosi nima haqida bilib olishimiz kerak. Ya'ni, yorda diydoriga yetishi mumkin bo'lgan oshiq timsol keltiriladi. Demak, g'azalimiz umuman yorni ko'rmagan, yorni bilmagan va yorga intilib ketayotgan oshiq timsol berilar ekan. Qaytamiz bunga hozir. 4-chisini ham bilib olaylik-da. G'azallar qaysi mavzuda ekanligi bilish kerak. G'azallar qaysi mavzuda ekanligini bilish kerak. Aytishingiz mumkin. Domla, endi hammasi ishq mavzusida bo'lish tabiiy. Qanaqa qilib biz bu mavzularni mazmunni bilamiz desa, bu yerda ishq mavzusida bo'lish tabiiy. Lekin shu yerda ishqning qaysi turi? Masalan aytadigan bo'lsak, ishqda hijron tasviri bor, ayriliq tasviri bor, yorga yetishish bor, yoki yorni e'tiborini qozonish bor, yorga mushtoqlik bor. Shu mavzularni hammasini bir chekkadan bilib olishimiz kerak. Mavzu nima haqidaligi? Endi bu yerda keltirilayotgan biz mana bu 3-chiga qaytamiz, timsollarga qarab turib bilamiz. Aytaylik, Yoqub yoki Yusuf payg'ambar kelyaptimi? Yusuf payg'ambar kelgan paytda yorning chiroyli ekanligi va yorga nisbatan o'zini tuyg'ulari oshkor bo'layotganligini tushunishimiz mumkin. Endi u yerda hech qachon ayriliq haqida gap ketmayapti. Yoki bo'lmasam aytaylik, Xizr alayhissalom bo'lsa, bu yorning ishqiga yetishish yo'li nazarda tutiladi. Va bu yerda Xizr alayhissalomni biz yo'lbosh sifatida ko'ramiz. Undan tashqari, oshiq o'zini o'zi so'kayotgan bo'lsa, bu yerda Firavun alayhissalom keladi. Ya'ni Firavun obrazi ham kelib qoladi. Bilamiz, Firavun bu la'natlangan zot hisoblanadi. Shuning uchun ham Firavun alayhissalom deb aytiladi. Xo'p, shu yerda endi bu yerda ketyaptimi? Yorda ishqida kelayotgan holatda mana mavzuni tushuntiradigan bo'lsak, mavzusi demak Firavun boshqalar kelyaptimi? Yorda oldi oshiq o'zini pastga uryapti. Xo'p, endi timsollarni ko'rib oldik. Shularga e'tibor beradigan bo'lsak, biz g'azallarimizda birinchi o'rinda so'zlarni o'rniga qo'yib olishimiz kerak ekan. Mana tabdilni qilishimiz uchun. Ikkinchi o'rinda inversiyani yo'qotib olishimiz kerak ekan. Inversiya nima? Gap bo'laylar tartibining buzilishi. Xo'p, uchinchisi mumtoz timsollar, ya'ni bu yerda oshiq, yor, obrazlar qanday holatda kelayotganligi. Va to'rtinchisi g'azalni nima mavzuda ekanligini bilishimiz kerak. Tushuntira oldimmi? Demak, 4 ta holatni bilib olsak, biz g'azallarni to'g'ri va ro'y-rost tabdil qila olishga bemalol ishonsak bo'laveradi ekan. Xo'p, endi demak bu g'azallarni tabdil qilinishi. Ikkinchi masala. Bu yerga 1 desak, mana bu yerga ikkinchi masala. G'azal va san'atlarning bir-biriga bog'liqligi. G'azal va san'atlarning bir-biriga bog'liqligi. Mana biz hech qachon san'atni zo'r bilmasdan turib g'azal tahlil qilaman deb o'ylamaysiz, baribir qila olmaysiz. Aytaylik, universiyani bilasiz, gap bo'laylar tartibini bilasiz, timsol topishni o'ldirib yorasiz. Yoki bo'lmasa aytadigan bo'lsak, qaysi mavzuda ekanligini ko'z yumib topib qo'yasiz, lekin siz san'atlarni bilmayapsizmi? G'azaldagi testni ishlay olmaysiz. Hech qachon o'ylamang.
Demak, g'azaldagi testlarni yaxshi ishlash uchun biz nima qilish kerak? G'azaldagi testlarni yaxshi ishlashimiz uchun biz san'at va g'azallarning bir-biriga bog'liqlik joyini bilib olishimiz kerak. Birinchi o'rinda bizda san'atlarimiz nechta turga bo'linishini bilib olamiz. San'atlarning turlari. San'atlar ikki turga bo'linadi. Birinchisi ma'naviy va lafziy san'atlar. Endi shu yerda g'azalning ma'nosiga ta'sir qiluvchi san'atlar ma'naviy san'atlar hisoblanadi, ya'ni ma'noga bog'liq san'atlar. Aytaylik, ichida husn ta'lim bo'lishi mumkin, tamsil bo'lishi mumkin, yoki bo'lmasam boshqa holat bo'lishi mumkin. Bularda hammasi sizni o'rganayotgan holatingizga qarab turib belgilanadi. Ma'naviy san'atlar. Lafziy-chi? Lafziy san'atlarda aytadigan bo'lsak, bu ko'proq shaklga oid bo'ladi. Shaklga oid san'atlar hisoblanadi. Shaklda qanday aniqlab olamiz? Aytaylik, tajnis san'ati bor yoki so'zning takrorligiga asoslangan mukarrar san'ati bor, to'g'rimi? Tasbih san'ati bor, tasdir san'ati bor. Shularga qarab turib, bularni lafziy san'atlar. Ko'proq bizga lafziydan ko'ra ma'naviy san'atlar g'azalda mazmunni topishga yordam beradi. Tushuntira oldimmi? Xo'p, bu san'atlarni ham biz YouTube ijtimoiy tarmog'idagi kanalimizda ko'rgan bo'lsangiz, tashlab qo'yganmiz. San'atlar qanday bo'ladi, nima bo'ladi? Birinchi qismda asosiy san'atlarda g'azalda tutgan o'rni haqida gaplashganmiz. Bemalol tashlangan postimiz orqali ko'rib olsangiz bo'ladi. Xo'p, endi g'azallardan tushadigan 28, 29, 30, 31, 32 savollar bor. Shu yerda g'azallardan tushadigan testlarning tiplari. Test tiplari. G'azallardan tushadigan testlarning tiplari. Bularda o'rin aniq. G'azalning birinchi bayti. Mana. Buni juda ko'pchilik yaxshi biladi. Endi zerikarli bo'lib qolsa xafa bo'lish yo'q, chunki ko'pchilik ustozlarimiz bilmagan ustozlarimizga yordam bo'ladi, bilgan ustozlarimiz esa takrorlash bo'ladi. Zeroki o'qishning onasi takrorlash deb bekorga aytmagan. Xo'p, birinchi bayt. G'azalning birinchi bayti bu matla hisoblanadi. Demak, g'azalning birinchi baytini biz nima deymiz ekan? Matla deb aytamiz ekan. G'azalning oxirgi bayti esa bu maqta hisoblanar ekan. Ikkinchisi, g'azalning oxirgi bayti. Oxirgi bayt bu maqta hisoblanar ekan. G'azalning oxirgi baytini biz maqta deymiz ekan. Xo'p, endi e'tibor bering. Uchinchi holat bor. Bu oxirgi baytdan oldingi baytni esa biz begona bayt deymiz ekan. Begona bayt nima desa, g'azalning oxirgi baytdan oldingi bayt. G'azalning oxirgi baytdan oldingi baytini biz begona bayt deb aytyapmiz. Xo'p, endi shularda 28-savol matla haqida tushadi, 29-savol umumiy g'azallarda ikkinchi va oxirgi baytdan bitta oldingi baytlar bo'yicha tushadi. Endi 3-savol g'azalning umumiy mazmuni va hokazo hamma testlarni ishlash uchun biz birinchi o'rinda nima qilishimiz kerak? G'azalni tabdilini qilib olishimiz kerak. Hozir endi ustozlar qarang. E'tibor bering. Mana imtihonga aytaylik 1 oy vaqt qoldi. Yurasa fikrni bo'ldinglar-da, bo'pti mayli, umumiy auditoriyadan so'rab qo'yamiz. Ovozlar hammaga yaxshi yetib boryaptimi ustozlar? Mana shunaqada, iloji boricha bo'ldi, hamma bitta ko'rib oldim, bo'ldi, yozishyapmiz. Hech kim yozishyapmiz, sababi darsimiz bo'linib qoladi. Bo'ldi, men bilib oldim, yaxshi eshitilyapti ekan hammaga. Tasib turib ketadi, 100 ta o'quvchi yozib boradi. Hammada bizda yaxshi deb. Ko'rdingiz ustoz? O'zingizda yaxshi emas ekan internet. Internet bor joyga chiqib oling. Mana fikrimizni bo'lib qo'ydingiz. Mayli endi hammasi yaxshilikka. Tojboy va Karima ustozimiz. Xo'p,
Endi qarang, nima haqida gaplashyaptik? Begona baytdan oldingi bayt. Umumiy holatda g'azallarni testini ishlash uchun birinchi bo'lib turib tabdilni yaxshi qo'ling. Mana hozir siz bir oy g'azalni tahliliga bir oy vaqt qoldi deylik, ya'ni imtihongacha siz g'azalni zo'r ishlamayapsiz. Esingizdan chiqmasin. Milliy sertifikat bilan milliy sertifikatda g'azalni tahlili bilan essega birdaniga aytaylik bir haftada yoki 10 kunda zo'r esse ham tahlil qila olamiz, zo'r g'azal ham yoza olamiz. Umumiy holatda g'azalni ham zo'r tahlil qilib tashlay olamiz, zo'r esse ham yoza olamiz. Nimaga? Bu yerda tadrijiy rivojlanish bor. Har bitta xatoingizni bittadan ko'rib chiqish bor. Shuning uchun bizda mumtoz adabiyotdagi g'azallar tahlil qilish uchun yo ana shu davrda yashagan bo'lish kerak, yoki osonlik darajasidan boshlab qiyinlik darajasiga yetish kamida bir 20 ta g'azal tahlil qilib olishingiz kerak. Agar g'azalni umumiy holatda tahlil qila olmayapsizmi, siz g'azal testiga o'tmang. Mana ichinglarda men hozir agar YouTube'da ko'rib qolsanglar yoki bo'lmasam Telegram kanalimizda ko'rib qolsanglar, hozir 1 minut anaqasi ekran o'chib qoldi, bildim. Ekran ko'rinmayapti, yozishlar shart emas. Mana ulayman hozir. Xo'p, endi g'azaldan test ishlab ko'rgan ustozlarimiz biladi, ya'ni variant ishlagan ustozlarimiz biladi. Juda zo'r o'zini o'zi aldab qo'yadi. Birinchi xatoingiz. Sizning xatoingiz deb yozib ketay. Sizning xatoingiz. Sizning xatoingiz nimalardan iborat? Birinchisi, siz g'azalni tabdil qilishingizdan ko'ra dunyodagi eng erinchoq odamsiz-ku. Siz g'azal tahlil qilishingizdan ko'ra siz 28-variantda aytaylik 28-savol tushdi. Berilgan g'azalning matlasi haqida to'g'ri hukmni toping degan savol tushdi. Siz zo'r ish qilasiz. A, B, C, D variantdagi har bitta javob ko'z tegmasa, matla ko'rib chiqasiz. Manaqa ma'no chiqyaptimikin, unaqa ma'no chiqyaptimikin. Ben manaqa degan bu A variant bo'lmasa kerak. Mana buni aytgan. Yo B variant ham bo'lmasa kerak. C mo'l aytgan. Yo bu ham bo'lmasa kerak. Sho'da ikkitasi to'g'ri chiqib qoldi deb turib, endi siz 4 ta variant ikkitaga tushunib olasiz. Ikkita o'rtasida o'ylanib o'tiraverasiz. Ya'ni birinchi xatomiz bizni g'azalning tabdilni qilmasdan g'azaldagi variantlarni g'azaldagi testlarga urishimiz. Ya'ni tabdilga urishimiz. Tushuntira oldimmi? A, B, C, D variantsiz hech qachon g'azalga borib urmang umuman. Bu sizdagi eng katta xatoingiz. Chunki mana hayotda ro'y beryaptimi sizlarda? Olib borganingizda ikkita javob to'g'riga o'xshab ko'rinaveradi ko'zingizga. Mo'y ham bor. Siz nimaga g'azalda umumiy mazmunni topa olmagansiz ana shu yerda. Shuning uchun uni yaxshi chiqara olmayapsiz. Tushuntira oldimmi? Xo'p, demak, birinchi o'rindagi narsamiz g'azalni to'g'ri tabdil qila olish. Va birinchi xatoimiz hech qachon g'azaldagi narsani olib borib turib, testdagi narsani borib g'azalga urmang. Ikkinchi xatoingiz. Bu ham g'azalni to'g'ri tabdil qilmasligiga olib keladi. Ikkinchi xatoingiz, bu yerda yozmasdan oddiy aytib tushuntirib ketaveraman. Ikkinchi xatoingiz oladigan bo'lsak, siz g'azaldan testlar tushib qolyapti. Masalan, maqta haqida, oxirgi bayt haqida to'g'ri hukmni toping desa, sizga masalan ey Navoiy bog'da birla xurramet ko'ngil uyun ne uchunki bog'da kelgan uyga qayg'u kelmadi degan g'azal bo'lsa, shu yerda u yozuvchi shoir Navoiyga murojaat qilyapti. Shoir yoki yozuvchi Navoiyga murojaat qilyapti. Endi g'azal testini birinchi marta ko'rayotgan odamlar deydi, Navoiy yozgan bo'lsa, yana Navoiyga murojaat qilamiz. Qaysi yerlar bilan tahlil qilyapti deydi. Unaqa emas. Shoir yoki yozuvchi o'ziga ham o'zi murojaat qilishi mumkin. Yoki bo'lmasam aytadigan bo'lsak, shunaqa g'azallar bor. Navoiydek bu hayotda mahzun oldim ey oshiq dedi. Endi shu yerda Navoiydek degandan keyin A variant, B variant, C variant, D variantda shoir yozuvchi Navoiyga murojaat qilar ekan degan variant keladi. Siz shunda urasda, to'xta deysiz, Navoiy bor u bu yerda, bu yerda ham Navoiy bor. So'nggi instinkt ishga solasiz siz. Mana javob to'g'ri bo'lsa kerak deysiz. Lekin bu yerda g'azalda Navoiyga murojaat qilinmayapti. Endi testda esa siz Navoiyga murojaat qilinganini o'qiysiz. Va hokazo. Siz
Agar tabdilni qilmasdan turib testga yopishadigan bo'lsangiz, kamida 2 yoki 3 so'z bilan siz g'azalda noto'g'ri javob topib ketishingiz tabiiy holatda bo'lib qoladi. Tushuntira oldimmi? Demak, g'azalda tabdil qilayotganingizdagi testni ishlayotganingizdagi xatoliklar. Uchinchisi, sizni g'azalda testini tuzadigan odamlar ham hali-huni odamlar emas. Ya'ni testologlar ham hali-huni emas. Nimaga? Sizni g'azaldagi bilimingizni aniqlab olmoqchi bu odamlar. Sizga endi birinchi, ikkinchi savollar, ya'ni 28-29-savollarda dom tashlaydi. 30-savolga borganda sizga nima deydi? Endi g'azal haqida bitta umumiy ma'lumotni, noto'g'ri ma'lumotni topib qo'yinchi bir ko'raylikchi deydi. Ya'ni bizga 5 ta savoldan bittasi g'azalning umumiy mazmuni haqida savol tushadi. Shu yerda siz endi o'ldingiz. Chunki siz g'azalda tabdil qilishni bilmaysizda. Yoki g'azaldagi umumiy o'xshatishlarni toping deydi. Endi ustozlar, shu o'rinda reklama yoki boshqa narsa emas. Chunki biz Xudoga shukr reklamaga muhtoj emasmiz. Kanalimizga tashlasak, bizning umumiy holatda auditoriyamizda o'zimizda o'qiydigan o'quvchilar chiqadi. Shu yerda biz hozir shu 3-4 kunda ichida kanalimizda ham e'lon qildik. Onlayn kurslarda, ya'ni g'azallarni noldan tahlil qilish, esselarni noldan tahlil qilish va variantlar ustida qattiq ishlaydigan guruh ochyapmiz. Ya'ni shu guruhimizga odam qabul qilyapmiz. Bemalol kimdir agar bog'lanmoqchi bo'lsa, g'azalda qayerda xatoga yo'l qo'yasiz, oldindan o'zingizni prognoz qilib ketaverasiz va milliy sertifikat qirato'ta testini har bittasi bo'yicha ishlaymiz. Qayerda nimaga xatoga yo'l qo'yasiz, nima kamchiligingiz bo'ladi, nimaga biz ishonishimiz mumkin, hammasi haqida batafsil ma'lumotlar berib, Xudo xohlasa yaxshi natija uchun harakat qilamiz. Onlayn va offlayn kurslarimiz ham bor. Offlayn Andijon viloyati, Izboskan va Andijon tumanlarida. Umumiy Andijon viloyati yoki vodiyliklar kelsa bo'laveradi. Onlayn kursimizga esa butun bir internet qayd ishlasa, ashitdagi o'quvchilar qatnashsa bo'laveradi. Endi butun O'zbekiston desak, Rossiyadagi, Ozarbayjondagi, endi o'zbekistonlik ustozlarimiz, ma'lum bir oilaviy sharoit bo'yicha ketgan ustozlarimiz ham tayyorgarlik ko'ryapti. Shuning uchun yer yuzida internet qayd ishlaydigan joy bo'lsa, ana shu yerdan bemalol qatnashinglar bo'laveradi. Shunaqa ekan, hozir mana shu g'azallar, demak, xatolarni hammalar o'zingizlar ko'rib chiqasizlar. Shu xatolarni men qisqa qilib aytib beryapman. Endi kurslarimizda esa shuni lo'nda, ya'ni har bitta baytlar kesimda aytib o'tiladi. Shuning uchun bemalol murojaat qilaverasizlar, biz sizlarga narxlarni hamma yo'g'ini aytib beramiz. Kelishdikmi demak. Xo'p, endi mana xatolarni ko'rib olgan bo'lsanglar, bir chekkadan g'azallar tahlilini qilib ketaveramiz. Mana qarang. Nega ko'rgizdi sarug'u ohu. Endi siz g'azalga bitta qaraysizda, g'azalda bunday qarab turib mumtoz adabiyot bilan uncha o'rqish chiqishmay qoladi. Mumtoz adabiyot bilan o'rqish chiqishmay qoladi. Sababi siz shu paytga mumtoz adabiyot ko'rmagansiz. Bu aniq. Shuning uchun mumtoz adabiyotni yaxshi bir tahlil qilayotganingizda bir narsaga e'tibor berib qo'ying. Siz hozirgi o'zbek adabiy tilida gaplashyapsiz. Bu esa mumtoz, ya'ni eski o'zbek adabiy tilida. Hech qachon sizni she'ringizdan tortib boshqa izgacha bir xil bo'lishi shart emas va bir xil bo'lmaydi ham. Buni o'ylamang. Va birinchi g'azal tahlil qilayotganda siz zo'r tahlil qila olmaysiz. Buni ham o'ylamang. Nega ko'rgizdi sovuq ohu sariq ruxsor subuq? Shuni endi sizlarga mana men hozir g'azalda o'qib ketyapman. Tahlil qilganlar bo'lsa, izoh degan qismga bemalol yozaveringlar. Qilgan tahlilinglar. Yoki qilgan tahlillarni rasmga olib tashlasanglar ham bo'laveradi. Ana shu nima deydi? Kommentariyasiga. Birgalikda tahlil qilamiz. Nega ko'rgizdi sovuq ohu sariq ruxsor subuq, garnixoni mehridan mendek emas bemor subuq. Xo'p, qanday fikrlar keltirilyapti bu yerda? Xo'p, qanday fikrlar keltirilyapti? Xo'p, endi qarang, tahlilni boshladik. Bu yerda
Nega degani nima sababdan degan, to'g'rimi? Ko'rgizdi sovuq oxir sariq ruxsor subuq deyapti. Nimaga deyapti? Nima sababdan? Tong sovuq oq chekib deyapti. Yuzini sariq aylayapti. Gar nihoniy mehridan mendek emas bemor subuq. Gar degani axir u men kabi pinhon, ya'ni mehri yashirin oftob hajrida bemor emas-ku deyapti. Gar pinhoniy mehridan menday emas bemor subuq. Ya'ni nimaga ertalab o'zini sovuq nafasda yuzini sarg'aytirmasin, chunki u mehrga, ya'ni quyoshga menchalik bemor bo'lmagan u deyapti. Siz lug'atdagi so'zlarni to'g'ri qo'yib oling joy-joyiga. Mana shu yerda yozib ketamiz. Demak, mana bu yerda tabdila deb ketamiz. Tabdil. Buni mana bu g'azalimizni tabdilni qarang. Nima sababdan, nega deyapti, to'g'rimi? Nima sababdan tong sovuq oq chekib tong nima sababdan sovuq oq chekib, o'z yuzini sariq qiladi. O'z yuzini sariq qiladi. O'z yuzini sariq qiladi. Axir u men kabi pinhon, to'g'rimi? Axir u men kabi mehr deyapti, quyosh ma'nosida kelyapti. Nihoniy deyapti, ya'ni yashirin, yashirin oftob ishqida bemor emas-ku deyapti. Mana, ko'rdinglarmi? Demak, nima sababdan tong sovuq oq chekib yuzini sariq qiladi? Axir u men kabi yashirin oftob ishqida bemor emas-ku deyapti. Mana shu yerda sariq qilib qo'ysam tushunib olasizlar, ko'rib olasizlar. Gar havoyi bo'lmasa men telba yangliq bas nedir? Ko'nglakim chok aylaman tog' uzra majnunvor subuh. Ya'ni bu yerda nima deyilyapti? Ikkinchi baytda. Ikkinchi baytda qarang. Gar havoyi bo'lmasa men telba yangliq. Yangliq degan kabi deyapti. Subuh agar men kabi telba bo'lmasa deyapti. Bas nedir ko'ngil chakin aylabon tog' uzra majnunvor subuh. Xo'p, subuh men kabi telba bo'lmasa nima uchun o'z ko'ylagini majnun kabi tog' uzra cho'q qilib, pora-pora qilib yirtadi deyapti. Gar havoyi bo'lmasa men telba yangliq. Ya'ni men kabi bo'lmasa nima uchun ko'ylagini cho'q-cho'q qilib majnunga o'xshab yirtadi deyapti. Ya'ni buni yozib ketamiz. Siz bunday g'azallarni tabdil qilish uchun, ya'ni bu qadar tez va yaxshi tabdil qilishingiz uchun nima qilishingiz kerak? Ko'proq g'azal bilan ishlang. Mana 1 oy vaqtingiz qoldimi? Bor e'tiboringizni g'azalga berib, bir kunda bittadan g'azal tahlil qilaman, so'ng 30 ta g'azal tahlil qilasiz. Bu hazillasharli vaqt emas. O'zingiz joningizni qiynaysiz. Qiynamasangiz bo'lmaydi. Mana, subuh men singari deyapti. Subuh men singari. Subuh men singari telba bo'lmasa, subuh men kabi telba bo'lmasa, nima uchun o'z ko'ylagini Majnun kabi tog' uzra cho'k-cho'k etib yirtadi. O'z ko'ylagini majnun kabi cho'k-cho'k etib yirtadi deyapti. Keyingisi.
Keyingi misrani aytamiz. Mehridan mendek nihoniy toza dog'iy bo'lmasa, yuzda nevchuk kavkabi ashkin qilur izhor chibuq. Ya'ni mehridan mendek nihoniy toza dog'i bo'lmasa, ya'ni mehridan degani ya'ni quyoshdan deyapti. Agar subuhni deyapti, ya'ni pastdan subuh haqida gap ketyapti-yu bu yerda. Agar deyapti subuhni men kabi o'z quyoshi hajrida dog'i yo'q bo'lsa deyapti. Nima uchun yuzda yulduzlardek ko'z yoshlarini namoyon qiladi deyapti. Yuzda nevchuk kavkabi ashkini qilar izoh subuh. Ya'ni yorida men kabi toza dog'i bo'lmaydigan bo'lsa deyapti. Nima uchun ko'zda ko'z yoshlarini, ya'ni kavkabi ashkin deyapti. Yulduzlardek ko'z yoshlarini keltiradi deyapti. Mana shu yerda biz tabdilni yozamiz. Demak, tabdil qilish sizda gap bo'laylarni joy-joyiga qo'yib olsangiz va pastdagi lug'atlarni ham mana bu yerdagi lug'atlarni ham ishlatishni o'rganishingiz kerak. Mana ruxsor, subuh, mehr, nihoniy, yashirin. Endi biz men o'zim ishlatmayman, sababi gap bilib olaman deya olmayman, har qalay bilishga harakat qilaman. Mana shu yerda mana qarang. Agar deyapti. Agar subuhning men kabi o'z quyoshining hajrida yashirin dog'i yo'q bo'lsa, nima uchun yuziga yulduzlardek ko'z yoshini to'kadi. Mana shu holatni keltirishimiz mumkin. Mana demak 3-bayt shu edi. Ikkala baytni umumiy, ya'ni ikkala mislni umumiy tahlil qilishni o'rganib olinglar. Hammasini alohida tahlil qilsin degan bu yerda fikrimiz, qoidamiz umuman yo'q. Shuning uchun ikkalasini umumiy tahlil qilishni siz albatta o'rganib olishingiz shart ekan. Tushuntira oldimmi? Ikkovsini albatta birgalikda o'rganishingiz kerak ekan. Xo'p, davom etamiz. Kimda qanaqa savol bor ustozlar? Fikringizni bildiringlar. Savollar hech kimda yo'q demak. Savollar bo'lsa berib olinglar ustozlar. Va g'azallarda eng kulminatsion nuqtasiga kelyapmiz. Shuning uchun sizlarga yana shu bizning iltimosimiz, bizning talabimiz, bizning taklifimiz. Xo'p, oxirgi tashlaganlikni aytaylik, yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Mana qarang. Deyma shingarfi bulut har yon erur qonliq momuq, toza dog'in erur mendek mag'ar xun bor subuh. Endi bu yerda biz so'zlarni bir chekkadan tahlil qiladigan bo'lsak. Deyma degani, ya'ni demaga unaqa deyapti. Shingarfi bulut har yon erur qonliq momuq, ya'ni momuq degani sen yulduzlarni, bulutni ko'rib deyapti, to'g'rimi? Hop, sen falakda shing'afi degani, ya'ni kezib yurgan bulutlarni ko'rib, sen qizil bulut ekan deb o'ylama uni deyapti. Qonliq momuq degani, ya'ni sen qizil bulut ekan deb o'ylama uni deyapti. Toza dog'i din erur mendek mag'ar xun bor subuh. Ya'ni ular subuhning oshiq kabi yor alami dog'idan qon bo'lgan paxtalaridir deyapti. Xumbor subuh degani, ya'ni oshiqni, to'g'rimi? Ko'nglidagi yor alamidagi dog'idan deyapti, qon bo'lgan paxtalardir deyapti. Endi buni to'g'ri tahlil qilamiz, tabdilni qilamiz.
falakda kezib yurgan bulutlarni sen qizil bulut deb o'ylama. Sen qizil bulut deb o'ylama. Ular subuhning yor alamidan qolgan qon bo'lgan paxtalaridir deb olsak bo'ladi. Mana keyingisi g'am tuni oxim sharoriddin tutashdi ko'kka o't, kim aning o'tin qo'yib turur gün ba'di davvor subuh. Ya'ni bu yerda nima deyapti? G'am tutuni deyapti. Ya'ni g'am tutunida oxim uchqundan sharoriddin tutashdi ko'kka o't deyapti. Ya'ni oxim sharoriddin degani g'am tutunidan va oxim uchqundan ko'kka o't ketdi deyapti. Ya'ni osmon yonib ketdi deyapti. Qarang, bu yerda mubolag'a ham bor-da. Kim aning otini qo'yib turur gunbali vor subuh. Ya'ni uni otini deyapti, to'g'rimi? Buni osmoni falak subuh, ya'ni tong deb atadi deyapti. Qarang, bir-biriga umuman bog'liq joyi yo'q, husn ta'allam bor. G'amning tutuni va oximning uchquni ko'kka o't qo'yyapti va uni otini hamma aytadigan bo'lsak, subuh deb nomlab qo'yyapti deyapti. Shu yerda u subuhni qizaribroq chiqishi bilan bu yerda oximning tutuni va oximning uchquni bilan g'amning tutunining bir-biriga bog'liqlik joyi yo'q. Mana deb tahlil qilsa ular. G'am tutuni va oxim uchqundan bulut ko'kka o't ketdi, butun ko'kka o't ketdi. Buni osmoni falak subuh, ya'ni tong deb atadi desak bo'lar ekan. Mana bu yerda mana g'amim tutuni va oxim uchqunidan osmonga o't ketdi. Osmonu falak uning nomini subuh, tong deb atadi desa bo'lar ekan. Tong deb atadi. Subuh, tong deb atadi. Xo'p, ketdik. Ya'ni bundan avvalgi bayt va bu baytni biz sarg'aytirib qo'yamiz. Xo'p, keyingisi. Kun shu oyi xatlari ermaski tutmish motamim, yuzni anjum tirnog'i birla qilib afgor subuh. Ya'ni kun shu oyi xatlari ermaski tutmish motamim deyapti. Shu yerda bu quyoshning nurlari emas, balki mening motamimni yuzini yulduzi tirnog'i bilan majruh qilgan tongdir deyapti. Kun shu vari xatlari ermaski deyapti. Qarang. Biz mana shu yerda qarang. Kun shu oyi xatlari ermaski tutmish motamim deyapti. Yuzni anjum tirnog'i birla qilib afgor subuh. Shu yerda yulduzlar haqida gap ketar ekan. U quyoshning nurlari emas, balki mening motamim yuzini yulduz tirnog'i bilan majruh qilgan tongdir deyapti. Dahshat bu yerda tabdil o'ta ham dahshat va juda ham murakkab. Tabdil deb turib, bu quyoshning nurlari emas. Bu quyoshning nurlari emas.
balki mening motamim mening motamimdan deyapti-yu, ha? Mening motamimdan yuzini yulduz tirnog'i bilan majruh qilgan tongdir. Yulduz tirnog'i bilan majruh qilgan tongdir deb olsak bo'lar ekan. Mana ko'ryapsizmi, tabdil qilish uchun siz bir qator g'azalni o'qiysiz. Endi men juda oson tabdil qilib beryapman. Sababi bu yerda men bularni tabdil qilishni bilganligim uchun oson ketaveryapti. Endi siz xuddi shunaqa professional darajada tabdil qilmoqchi bo'lsangiz, kamida bir 20 ta g'azalni o'zingiz mustaqil tabdil qilishingiz kerak. Nimalarni amalga oshirishni men tepada tushuntirdim tabdil qilish uchun. Shularni yaxshilab skrinshot qilib olgan bo'lsangiz, bemalol ana shu yerdan ko'rib bilsangiz bo'laveradi. Xo'p, endi qarang, keyingisi. Soqiya tutqul sabuhi bodakim bu dayrdan biz ketib ulnav toli bo'lg'usi bisyor subuh. Ya'ni soqiyo deyapti, ya'ni ey soqiy deb olsa bo'ladi, ey may quyuvchi deb olsa ham bo'ladi. Ey soqiy tutqul sabuhi bodakim deyapti. Ey soqiy, endi bizga tongi maydan tutgil. Bu dayrdan biz ketib ulnavi tole bo'lg'usi bisyor subuh. Ya'ni ey soqiy, endi sen bizga tongi maydan tutgil. Toki bu dunyodan ketganimizdan so'ng bu kabi tonglar ko'p kelaveradi deyapti. Bisyor subuh degani, ya'ni biz ketganimizdan keyin bemalol bunaqa tonglar ko'p kelaveradi deyapti. Bu yerda endi asosiy bu yerda oshiq va oshiqning raqibi aytadigan bo'lsak, subuh haqida gap ketyapti. Ey soqiy, ey soqiy, soqiyo deyapti-yu, biz ey soqiy deb olsak bo'ladi. Endi bizga deyapti, ha? Endi bizga tongi maydan quygin. Maydan quygin. Tutqul, ya'ni tongi maydan tutqun deyapti, ya'ni qo'limga tut degan ma'noda kelyapti. Toki biz bu dunyodan deylik, ha? Bu dunyodan o'tganimizdan so'ng bunday tonglar, ya'ni subuh deb ketamiz mana shu yerda. Bunday tonglar bunday subuhlar ko'payaveradi. Ya'ni bisyor subuh deyapti-yu. Mana. Bu begona aytdi. Endi oxiri maqta. Ey Navoiy, istasang bargu navo bu bog'aro, guldek o'lur toki kecha bulbul kibi bedor subuh. Xo'p. Endi bu yerda roki, men toki deb o'qiyapman, roki bo'ladi. Endi bu yerda roki degan tiz cho'kuvchi, egiluvchi degan roki ekani, tiz cho'kuvchi. Xo'p, endi qarang, e'tibor beradigan bo'lsak. Siz lug'atlarni mana siz bilan birga bo'pti joy-joyiga qo'yib olamiz. Ey Navoiy, istasang bu navo ul roki kecha bulbul kibi bedor subuh deyapti. Hop, ey Navoiy, agar bu bog'da navo bu bog'aro deyapti, ya'ni navo degan navo qilishni istasang, ey Navoiy, bu bog'da navo qilishni istasang, Navoiy navo bo'lyapti. Ishtiqoq san'ati 100% bor. Va takalluf, ya'ni Navoiy o'zini taxallusini qo'llagan uchun takalluf san'ati ham bor deb ketamiz ekan.
Guldek o'lur toki kecha bulbul kabi bedorsiz. Ey Navoiy, agar bu bog'da navo qilishni istasang deyapti. Gul kabi ruku qiluvchi, ya'ni egilib sevgisini izhor qiluvchi va tongda bulbul kabi bedor bo'l deyapti. Zo'r, konkretniy, normalniy dunyoqarash. Odamlar o'ylab turib esovib qoladigan narsalar keltiryapti. Qarang. Mana shu yerda mana tabdil. Ey Navoiy deyapti. Ey Navoiy, agar bu bog'da navo qilishni istasang, gul kabi ruku qiluvchi, ya'ni gul kabi egiluvchi deylik, bo'l, gul kabi egiluvchi bo'l, bulbul kabi bedor bo'l desa bo'laverar ekan. Ma'nosi xuddi shunga to'g'ri kelyapti. Tushuntira oldimmi? Demak, bu yerda g'azalda boshdan oyoq faqat mana subuh bilan o'zini taqqoslab o'lib ketyapti. Qo'pol qilib aytamiz, ochig'ini gaplashadigan bo'lsak. Shu yerda demak g'azallarda umumiy holatda hamma narsa yuzaga kelyapti. G'azallarda eng asosiy ma'nolarni keltiryapmiz. Mana shu g'azallarni xuddi shunaqa tahlil qilasizlar. Endi sizlar boshqa tahlillarni ham bizni YouTube ijtimoiy tarmog'ida bemalol qolganlarni ham ko'rib olsangiz bo'laveradi. Uni muammoli joyi umuman yo'q. Demak, bugungi darsimiz barcha uchun tugadi. G'azallar tahlil qilinishini ko'rib oldik. Endi biz kanalimizda o'tayotgan dars bo'lgani uchun qisqa va lo'nda gapirishga harakat qildik. Xudo xohlasa keyingi safarlarga yana shunday darslarni tashkillashtirishga harakat qilamiz. Endi jonli efirimizni biz audio holatda davom ettiramiz.